Haftasiga Valbrestda $45,000 Jili Manjaro. Tanishinglar, Dila opamiz Qirg'izistondan, o'zlari savdogarlar, Sadovatda savdo qilishadi. Dila opa, shu yosh o'zini biznesini boshlamoqchi bo'lgan yoshlarga ikki og'zim motivatsiya bersangiz. Assalomu alaykum hammaga. Biz Abbosberdi Mamay shkolani aprelda webinarini ko'rib, bolam ikkamiz maslahat qilib keldik o'qishga. Biz dekabrda Valbrestda magazinlarini ochganmiz. 2 oy magazinimiz yaxshi yurgan. Keyin magazinimiz prodajasi risk tushib ketganiga biz Abbosberdi Mamay shkolaga kelib o'qishga qaror qildik. Keldik, o'qidik. Abdulloh deb berdi bizga o'qituvchi qilib. Abdulloh asa yaxshi o'rgatdi bizga. Abbosberdi maktabiga kelganimizdan keyin 15 kun 20 kundan keyin bizning prodajalarimiz risk ko'tarilib ketdi. Hozirda savdolarimiz juda yaxshi. Xudo xolasa Danishim Abbosberdi bilan Xitoyga borib trend qilmoqchimiz. Xudo xolasa inshaalloh. Hammaga maslahat berardim. Kelinglar, o'qinglar. Abbosberdi maktabiga, Mamay shkolaga juda zo'r, aktivni kollektivlari. Mana masalan biz ham rezultatga chiqdik. Hammaga tavsiya qilib qolaman Abbosberdi maktabini. O'rtoqlar, xudo xolasa Dila opamizning brendi nimaligini bilishni xohlasanglar, bu videoga bitta like bosib, saqlanib qo'ysanglar, tez kunda e'lon qilamiz opa. Xudo xolasa inshaalloh.